Taraqqiyot davrida inson hayotining har bir jabhasida sun'iy intellekt imkoniyatlari tobora kengayib bormoqda. U inson mehnatini yanada yengillashtirib, turli sohalarda mutlaqo yangi natijalar qayd etmoqda. Namangan shahrining Davlatobod tumanidagi sun'iy intellekt laboratoriyasi ham ayni davr talabiga mos loyihalardan biri. Unda zamonaviy texnologiyalarni puxta egallashni maqsad qilgan raqobatbardosh kadrlar tayyorlanmoqda. Sun'iy intellekt laboratoriyamizda robototexnika, kompyuter savodxonligi, sun'iy intellekt yo'nalishidagi to'garaklarimiz ish faoliyatini olib bormoqda. Aynan to'garaklarda hozirgi kunda Davlatobod tumanidagi yoshlarimizni bandligini ta'minlash, ularga o'sha dastlabki bilim va ko'nikmalarni berish hamda eng daromadbop bo'lgan kasblardan biri bo'lgan mana shu sun'iy intellektdan to'g'ri foydalanish, qolaversa robototexnika yo'nalishlarida ularga ta'lim va tarbiya berib kelinmoqda. Namangan davlat texnika universiteti qoshida tashkil etilgan laboratoriyada yoshlarga sun'iy intellekt, aqlli dasturlar yaratish va neyron tarmoqlar kabi zamonaviy texnologiyalar o'rgatiladi. Ta'lim, tibbiyot, qishloq xo'jaligi va biznes sohalari uchun amaliy AI yechimlar ishlab chiqiladi. Shuningdek, innovatsion loyihalar sinovdan o'tkazilib, yosh mutaxassislar va startaplar qo'llab-quvvatlanadi. Sun'iy intellektsiz boshqa kasblarni tasavvur qilish qiyin va biz bu laboratoriya orqali o'zimizga yangi imkoniyatlar va yangi bilimlarni kashf qildik. Hozirda axborot tizimlari va texnologiyalar bo'yicha o'qishda o'qiyman, universitet oliy ta'limda. U yerda biz ba'zi bir tillar bo'yicha o'rgandik. Masalan, C++, Python, C# larni o'rgandik. Lekin men buni AI bilan integratsiya qilmoqchiman va mukammallashtirmoqchiman. AI agent yaratish maqsadim bor. Markazda bilim olayotgan yoshlar qisqa muddatda nazariyani amaliyotda qo'llash, robotlarni dasturlash, 3D modellashtirish kabi 10 ga yaqin zamonaviy ko'nikmalarni egallaydilar. Bu esa yangi g'oya va ilmga ega malakali kadrlar safini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.